Mana xudo xolasa ko'chatlarimiz ham ekish mavsumiga tayyor bo'lib bormoqda. Pashti shopdollarimiz balki tugadi. Mana bu Big Ben shopdolisi, bu Andijon shopdoli Ufa 3. Ufa 3 Samantadan ham erta pishyapti, ertaki regionlarda. Bu Andijon shopdoli listisi. Hozir men ichini yeb ko'rsataman. Bo'sh mana shular uchovsini ham ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganman. Farg'onali bog'bon kanalidan sotib olishingiz mumkin. Juda ko'p shopdol navlarim bor. Faqatgina bu uchovsi mevasi bor edi. Shularni olib qo'ygan. Garofa, Flatimon, juda ko'p navlari bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ha. Do'stlar. Ichi oq, anji, juda shirin. Xudo xolasa ko'chatlarni ekish mavsumiga tayyor, baklari to'kilib, faqat tepadagi baklari qolyapti. Suvlarni ochib qo'yganmiz. Ko'chatlarimiz holatlari ham zo'r. Shopdoli 1 yilda ham meva qiladi. Mana shu ko'zlarda meva ko'zlari hisoblanadi. Ko'chatni avgust oyining 10-dan avgust oyining 25gacha shopdollar chanqasa, mana shunaqa tanalar pishib, gul kurtaga aylanib ketadi. Kimga qanaqa mevali ko'chat kerak bo'lsa, bizni kanaldan sotib olishingiz mumkin do'stlar. Shopdolning juda ko'p navlari bor. Xudo xolasa zakaslaringizga qarab tayyorlab beramiz. Formalari ham ko'p do'stlar 40 dan berilgan. Bu formani berishimizdan sababi pastdan bo'ladi shakl, balandga chiqib ketmaydi. Nasa ekigan mana shular hammasi meva bo'ladi. Meva ko'zlari. Juda a'lo darajada ko'chatlarimiz. Buyurtma berish uchun 88 957 27 27 nomeriga aloqaga chiqsanlar, Farg'onali bog'bon kanalidan sotib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, Andijon shopdoli listisi. Buni ham ko'chatdan bor bizda ko'paytirib qo'yganmiz. Videoni shopdolga qiziqqan, shopdol boqmoqchi bo'lgan tanishlar jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa tez kunlarda ko'chirishni boshlaymiz. Zakazlar berishni boshlaymiz. Farg'onali bog'bon kanaliga zakaz berganlar yerlarini tayyorlab, ko'chatlarini o'rnini qazib, keyin kesalaring sveji ko'chirib beraman ustidan. Mana bularimiz ham zo'r. Bu uchalasi ham ertaki. Eng birinchi pishirgan shopdollarimizdan biri. Big Ben, Andijon shopdoli 3, Andijon shopdoli listisi donat. Sog' bo'lasizlar, videoga bitta like bosib, kanalni rivojini qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, rivojlantirish uchun.